Yer reja va kartografiya kurslarimizda davom etamiz. Endigi bosqich har bir to'rni tutashtiruvchi chiziqlarni nuqtalar bilan belgilash amali hisoblanadi. Mazkur jarayonni biz to'g'ri tashkillashtirishimiz uchun editor tugmasini bosib start editingni bergan holda nuqtali qatlamni to'ldirish jarayoni bilan boshlashimiz lozim. Nuqtali qatlamni o'ng tomondan tanlaymiz va har bir tutashtiruvchi nuqtaga chiziqlarga markazga nuqta qo'yib chiqamiz. Ahamiyat bering, bu yerda har bir nuqtaga bir martadan bosish lozim. Chalkashliklar asosida agar nuqtalar soni 2 va undan ortiq bo'lib ketadigan bo'lsa, ro'yxat shakllantirganda bizda noto'g'ri ma'lumotlar hosil bo'lishi va bizning tahlillarimizni noto'g'ri qiymatlar bilan to'ldirishi mumkin. Bu qo'pol xatolikkacha olib borishi mumkin. Shuning uchun avval nuqtalar soni nechta bo'lishini aniqlashtirish va nuqtalar qo'yib bo'lgach, nuqtalar soni va bo'lishi kerak bo'lgan nuqtalarning qiymati bilan tekshirib aniqlik kiritib olish tavsiya etiladi. Nuqtalar qo'yib bo'lindi. Endigi navbatda biz editor orqali save edit jarayonini o'tkazishimiz lozim. Ya'ni har bir bajargan ishimizni biz saqlab olishimiz lozim. Turli xil sabablarga ko'ra mazkur bajargan ishlarimiz o'chib ketishi yoki zararlanishi yoki putur yetishi ehtimoli mavjud. Nuqtalar qo'yib bo'lingandan so'ng endi nuqtali qatlamni Table of Contents orqali topamiz va sichqonchaning o'ng tugmasini bosib Open Attribute Table tugmasini bosamiz. Hamda ahamiyat bering, bu yerda nuqtalar ro'yxati keltirilgan va ularning jami soni quyida ham ko'rishimiz mumkin. 206 tadan bittasi tanlanib turganini havz ichida ko'rsatmoqda. 206 ta nuqta bo'lishi lozim edi va bizda nuqtalar soni ham 206 tani tashkil etadi. Bu to'g'ri ish amalga oshirilganini bildiradi. Endigi navbatda biz bajaradigan vazifa quyidagilardan iborat bo'ladi. Rasterimizni yoqamiz. Bu har bir belgi orqali yoqish yoki o'chirib turish imkoniyati mavjud. Rasterni yoqqanimizdan so'ng
biroz yaqinlashtiramiz. Nuqtali qatlamning atributini qayta ochamiz va birinchi nuqtani tanlaymiz. Birinchi nuqtaning eng chap qismidagi katakchaga bosganimizda u ko'karadi hamda atmetkalar qiymatini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Atmetka qiymatini to'ldirishimiz uchun biz kartadagi relyeflardan foydalanamiz. Ahamiyat bering. Qalin chiziq o'tgan. Bu qalin chiziq 375 metr ekan. Mana. Demak, undan so'ng yaqin punktga nazar solamiz. Demak, bu 372,4. Demak, bu relyefdan tepaga ketgan sari, demak, pasayish kuzatilmoqda hamda bizning birinchi nuqtamiz 375, 374, 373 qiymat ustida joylashgan. Shuning uchun atmetka atribut qismiga biz 373 qiymatini kiritamiz. Hamda enter tugmasini bosamiz. Bu saqlanadi. Ikkinchi nuqtaning ustiga bosamiz. U pastdagi nuqta ekan. Buni biz yaqinlashtirish asosida chamalab olishimiz mumkin. Demak, 374 hamda 373 ning o'rtasida ekan. Buni taxminan biz taqriban olishimiz mumkin bu yerda. 10 dan 1 darajagacha yaxlitlagan holda. 373 butun belgisini ahamiyat bering. Virgullarda shakllantirish lozim. Butun 10 dan 6 qiymatini kiritamiz. Enter. Keyingi nuqta 375 va 376 ning o'rtasida 376 ga yaqin qiymat. Shuning uchun 375,8 enter. Shu tartibda biz barcha 206 ta nuqtalarning atmetkalarini to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingi nuqta 376,4. Keyingisi 377,4. Ahamiyat bering, bu yerda virgul emas, nuqta kiritdim va enterni bosganimda shu turdagi xatolik hosil bo'ladi. Buni bartaraf etish uchun nuqta o'chiriladi, virgul yoziladi va tuzatma kiritib enter tugmasi bosiladi va shundagina qiymat atribut tomonidan qabul qilinadi. Keyingi darsimizda mazkur qiymatlarning barchasi to'ldirilgan shaklda bo'lishi lozim. Buning uchun videoga alohida vaqt sarflamaymiz va bizni kuzatishda davom etishingizni so'rab qolamiz. Saqlash masalasini yodingizdan ko'tarmang. E'tiboringiz uchun rahmat.